Oysha onamiz aytadilar. Rasulullohning qo'llari bo'shashdi. Ko'ksimda boshlari og'irlashdi. Bildimki, u zot vafot etdilar. Nima qilishni bilmay qoldim. O'rnimdan turib eshikni ochdim va baqira boshladim. Mata Rasululloh! Mata Rasululloh! Rasululloh vafot etdilar! Rasululloh vafot etdilar! Har tomondan Rasululloh vafot etdilar. Rasululloh vafot etdilar degan so'zlar tarqalardi. Bu holatda hattoki Hazrat Umardek zot ham o'zlarini tuta olmadilar va odamlarga qarab baqirardilar. Yo'q, Rasululloh o'lmaganlar, Rasululloh tiriklar. U zot faqat behush yotibdilar xolos. Kim Rasulullohni o'ldi dedi? Men o'zim uni kallasini olaman. Rasululloh Musa Robbisining huzuriga 40 kun borib qaytgani kabi Rasululloh ham Robbilarining huzuriga ketdilar. Vallohi Rasululloh qaytadilar.